Assalomu alaykum qo'yish qozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi toza arashan zotli qo'zi urg'ochidan olaman degan aka-uka do'st birodarlarga yoshlardan yetib kelgan quloqlari, o'ta bo'lakcha stoykalari, tikdumbaliklar, hamma tomonlama akalar, o'ta go'zallari kelgan. 6 dona akalar, yoshlaridan 4 oy, 5 oylik atrofidagi tiniqlaridan kelgan akalar mana. Ichida mana bunaqangi bitta dollar rangidan ham bor akalar. Qo'l uzunliklari, tikdumbaliklarga akalar e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa tozalarni olib boqaman degan aka-uka do'st birodarlarga narxi ham bor akalar. Chilparchin bo'ladi. Chorvalar YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang akalar, obuna bo'lib, shuni telefon qiling. Narxi kushot bomba bo'ladi. 4,5 million, 4 million 700 ming, 5 million chiqarilyapti turgan qo'ylar. 4 milliondan konkretni xayrini qilib beraman akalar. Labis 4 million yana xayri bor. Xayr emas akalar, bitta dangal narx aytaman. Shot ayda yo'q narx bo'ladi. 3 million 800 ming so'mdan dastlabkasini Toshkentgacha besplatni qilib beraman. Bo'ladimi? Yoqadimi akalar mana? Tikdumba, hammasi urg'ochi, yosh variantdagilardan akalar. Aloqa chiqasiz inshaalloh ish bitadi. 3 million 800 ming so'mdan. Bo'ldi, ketaversin. Aloqa chiqasiz akalar. Shunda 6 sekundda ish bitadi. 3 million 800 ming so'mdan qaytaraman akalar. 4 million 800 emas. 3 million 800 ming so'mdan akalar ish bitadi. Xudo xolasa telefon qilasiz, ish bitdi deb hisoblaysiz. Mana qo'zlar akalar. Bitta dollar rangi bor, qolgan hamma sariq urg'ochi, qo'chqor yapchimasi yo'q akalar.